Balalarning ro'yi dunyosi bekli güzel. Ularninki o'ylaydigan o'y xiyollarini, ular bilan paranglashgan vaqtimizda, ularning tasavvurlarini anglagan vaqtimizda hayron qolamiz haqiqatan. Masalan, qizim qatnashayotgan adabiyot darsida bir necha so'z berdi. Masalan, tulki, uzum, achchiq, tiyin degan to'rt so'z beribdi. Shuningdan bir hikoya tuzinglar debdi-da. Shuning bilan mening qizim bir hikoya tuzdi. Burunqi zamonda bir tulki bor ekan. Bir kun shunaqa yo'lda ketyapsa, uzum ko'ribdi. Bu uzum shunda pishgan uzumlar ekan. Uzumning barang'iga yamshaydi chiqolmabdi. Bu yetmabdi. Osmon qarab turibdi. Shuning bilan qanday qilsam bo'ladi deb onasini chaqiribdi. Undan keyin onasi kep onasining bo'yi yetmabdi. Shuning bilan dadasini chaqiribdi. Dadasining bo'yi yetmabdi. Dadasi murisiga opasini opdi. Opasi murisiga bu tulkini opdi. Shunday qilsam yana yetmabdi. Qanday qilamiz bu uzumni deb tursa bir tal tiyin kepti. Shuning bilan bu tiyin nemish qilyapsizlar debdikan mush uzumni ololmayapmiz debdi to'xtanglar man apray deb tik 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 yamish bilan chiqib bir uzumlab avval og'ziga sap yiqibdi qarisi ochiq ekan shuning bilan bu uzum ochiq ekan to'xtabdi deb yana birini yeb yiqibdi tatliq ekan shuning tutaman uzum tatliq ekan deb tatliqni beribdi tulki bek rahmat debdi shuning bilan ular ikkisi do'st bo'pti tugabdi deydi asli mushuningga bizga cho'nglarga berilsa biz qanday bir narsa tuzimiz qo'li yetmagan uzum achchiq deb cho'qim tulki aski hiylagar tiyin oq ko'ngil bu bir amal qilib bu tulkiga bir askilik tiyinga bir askilik qiladi hiylagarlik qildi deydigan bir narsa kallamizda format bor bu ammo bolalarni qaranglar ularning dunyosida go'zallik yordam sevgi do'stlik bor haqiqatdan o'xshamaydi